Edebiyat sanat peshvasi Molla İsmetullah Mo'jizi. Dаңlıq xattat, yozg'uchi, adib va muzikant bo'lgan Molla İsmetullah ibni Molla Ni'matullah Mo'jizining hayoti va tafsiliy ish izlari to'g'risida ancha ko'p uchur yo'q. Lekin uning Tavarihi Musiqiyun Muzikantlar tarixi nomli asari Uyg'ur adabiyotida muhim o'ringa ega. Mazkur asarning kirish so'zi va xotimi qismidagi uchurlardan avtorning 19-asrda Xotanda yashab o'tganligi va mo'jizi taxallusini ishlatganligi bilinmoqda. Mazkur asar 1828-yildan keyin Xotanning hukmroni bo'lgan Alisher Hokimbekning talabiga binoan 1854-yil va 1855-yillar orasida yozilgan edi. Uyg'ur tarixidagi muzika va muzikantlar haqida yozilgan nopozliq asar Tavarihi Musiqiyunda mo'jizi jiroq ajdodlardan o'z davrigacha o'tgan bir necha xil qavmga tava bo'lgan 17 nafar muzik pirini tonishtirgan. Uning Qidirxon Garkandi, Amannisoxon Nafsi va Uyg'ur 12 muqomi haqidagi yagona va qimmatli tarixiy ma'lumotlari Uyg'ur milliy madaniyat tarixida muhim o'rin tutib qolmasdan, balki bu tarixiy shaxslar to'g'risidagi birinchi qo'l tarixiy yozma ma'lumot bo'lib hisoblanadi. 39 batdan tarkib topgan va sifatlik xotan qog'oziga qumush qalam bilan yozilgan mazkur asarning birdan-bir qo'l yozmasi hozirmi Xitoyning atalmış ijtimoiy fanlar akademiyasi millatlar tadqiqot o'rnida saqlanmoqda. Tavarihi Musiqiyun risolasining 19-asrning o'ttirisida dunyoga kelganligi tasodifiy bir ish emas. Uyg'ur adabiyot san'ati 18-asrning o'ttirlarida yana bir qitim gullanish davriga qadam qo'yib, 19-asrga kelganda tajovuzchilarning chidg'usiz zulm sistemlariga qarshi ko'tarilgan dehqonlar qo'zg'olonlariga moslashib, rosa yuqori pallaga chiqqan edi. Uyg'ur adabiyot san'atining bu qitimqi taraqqiyot do'lqini Yarkan Saidiya xonliqqa og'dirilgandan keyin vayron bo'lgan Uyg'ur adabiyot san'atini asliga keltirishdek umumiy istakning turtkisi bilan boshlangan bo'lsa, xalqni nodonlik va qaloqlikdan qutqizish, milliy madaniyatni gullantirish, milliy zulm va imperialistik zulmga qarshi turish yo'lidagi milliy demokratik iddiyaviy iqimning turtkisi bilan avjiga chiqdi. Bu davr ichida nurg'unlagan munavvar yozuvchi, shoirlar adabiyot sahnasiga chiqib, o'zlarining xilma-xil janr va mazmundagi asarlari bilan Uyg'ur adabiyotining ko'rkam manzarasini maydonga keltirdi. Bu davr ichida Uyg'ur musiqa naqshlari bo'yicha bir muncha jonlanishlar bo'ldi. Milodiy 1820-yillardan 1828-yillargacha Qashqar dehqonlar qo'zg'oloniga qatnashgan qahramon Uyg'ur qizi Nuzugum haqida to'qilgan Nuzugum qissasi bilan Nuzugum naqsi Sharqiy Turkistonning hamma yerlariga degudek to'liq tarqaldi. Xotan Qaraqosh naqsi, Qashqar Qizilgul naqsi, Turpan Maymaxon naqsi, Qumul Yarsanam naqsi, Ili Uyg'urlarning Anarxon, O'ynang To'ram, Bevapa Nadan Yarim, Xarobing men, Daday, Sarixon, Allah Yarim, Hay Hay Ölen qatorliq naqshlarimi keng tarqaldi. Ulug' olim Abu Nasr Farabining Risolai Mug'annayun, Kitobul Musiqi, Kalamul Musiqi qatorliq asarlari bilan Zuhriddin Muhammad Boburning Asrori Musiqi nomli kitobi shu chog'dagi usta xattatlar tarafidan qayta ko'chirilib chiqildi. Uyg'ur adabiyot san'ati bo'yicha ko'tarilgan bu qitimqi taraqqiyot do'lqinining yana bir alohidaligi shuki, yerlik hukmronlar tabiqasidagi bir qism o'qimishliq zotlarmi bu safga qo'shilib, Uyg'ur adabiyot san'atining rivojlanishi uchun belgilik to'hfa qo'shdi. Bu yerda 1811-yili Zuhuriddin Emri qatorliq shoirlarni ordusiga to'plab
Uyg'ur adabiyatining peshvolaridan bo'lgan Lutfi va Alisher Navoiyning she'rlaridan ham Iron shoirlaridan Hafiz Shirazi qatorliq shoirlarning she'rlaridan namuna elib Bayaz namliq bir to'plam tuzdirgan Qomilvangi Ardishir 1813-yili Molla Yunus Yarkandining Alisher Navoiyning xamisasini nasrlashtirib chiqishga tashabbuskor bo'lgan Yarkan hokim bagi Mirza Husayn beg 1841-yili Turdush Axun Katib G'eribiyning Kitobi G'erib nomliq asrini yezib chiqishga tashabbuskor bo'lgan Qashqar hokim bagi Zuhriddin 1839-yili Abdurahim Nizarining Muhabbatnoma nomliq dastonlar to'plamini yezib chiqishga tashabbuskor bo'lgan Turpan Vangi Apridun va mazkur Tavarixi Musiqiyun risolasining dunyoga kelishiga tashabbuskor bo'lgan Xotan hokim begi Muhammad Alisher Hekim beglarni ko'rsatishga bo'ladi. Demak, qo'limizdagi Tavarixi Musiqiyun risolasi Uyg'ur adabiyot san'atining 18-asrning ikkinchi yarmidan boshlanib 19-asrda yuqori pallaga chiqqan taraqqiyot to'lqinining samaralaridan bo'lib hisoblanadi. Mo'jizining Muzikantlar tarixi nomli asri 3 qismdan tarkib topgan bo'lib, birinchi qismida asarning avtori to'g'risida qimmatli uchurlar bor. Ikkinchi qismida rak, o'shaq va o'zhol qatorliq Uyg'ur 12 muqomi, muzika va chalg'u asboblar bilan tonilgan 17 kishining hayoti va tuhfasi haqida ba'zi bir qimmatli uchurlar bor. Uchinchi qismida asarning qayerda, qachon va nima uchun kimning rag'batlantirishi bilan yozilganligi to'g'risida uchurlar bor. Mo'jizi yuqorqi asrda klassik Uyg'ur tilida yozilgan Alisher Navoiyning asarlari, farscha yozilgan asarlardan Tarixi Rashidi, Tarixi Ravzatus Safa, Tarixi Ajami va arabcha yozilgan asarlardan Tarixi Tabari, Tavarixi Hukma, Tavarixi Arab qatorliq nopozliq asarlarni o'qib chiqqanligini yozgan. Biz buningdan uning oz deganda Uyg'ur tilidan boshqa yana farscha va arabcha qatorliq dunyoviy cho'ng tillarga pishiq ekanligini va uning mashhur muzikant ekanligini bilalaymiz. Chunki yuqorqi klassik asarlarni shu tilga pishiq bo'lmaganlar o'qigan bilanmi tegiga yetib tushunolmaydi. Mo'jizi bu asrda Alisher Navoiyni dunyodagi 8 nafar eng ulug' kishining qatoriga kirgizgan edi. Tadqiqotlarga ko'ra, Mo'jizi bu asrini yozishdan burun tarix va muzika sohasida nurg'un kitoblarni o'qigan va bu kitobni yozgudek salohiyatni to'liqi bilan hozirlab bo'lgan. To'limi afsus, uning qachon, qayerda, qanday holatda vafot bo'lganligi texnicha aniqlanmagan edi. Baxtga yarasha Mo'jizining avlodlari va yurtdoshlari ichidagi bir qism mo'tabar zotlarning qimmatli uchurlari hamda Tajalli Hazratning bir qism xatchaklari va salomnomalari orasidan Mo'jizining 1820-yili Xotan nahiya Layqi yezisining Laylig'an kentida Molla Nimatulloh otliq donliq o'lima oilasida tug'ilib 1899-yili 1-oyda vafot bo'lganligi aniqlandi. U 1850-yillari Xotanda Mirzabeglik mansibida turganda Xotanning adabiyot san'at va milliy madaniyatga aloqador ishlarining qaltis ro'naq topganligi oshkorlandi. Garchi u tarix, adabiyot, she'riyat va muzikaga aloqador temalarda sanoqsiz asarlarni va devonlarni yozgan bo'lsa-mu, biroq o'tgan 150 yillik fojialik yillarda bo'libmi 1960-yillardagi eng qabohatlik oq terrorlik yillarida mazkur asrdan boshqa barliq asarlari untinsiz ko'ydirilib kulga aylangan. Uning ustiga Mo'jizi huquq tutgan chog'dagi Qashqariya vaziyati to'limi murakkab bo'lib 1857-yildagi Valixon To'ra yig'iliqidan toki 1863-yili
Xotanda Habibullah Mufti Hoji va Kenji o'g'li Abdurahmon Pasha hokimiyati qurilganiga qadar bo'lgan 9 yillik Xotan tarixi va Tarim vodisidagi 170 yillik Uyg'ur tarixi haqidagi materiallar hali ham yo'qning o'rnida bo'lib, bu haqdagi temalar va shaxslar texicha paketlik tadqiq qilinishni va oshkorlanishni kutmoqda. Murat Efendi Talifiqul Axbor degan tarixiy asrida Uyg'urlar haqidagi nopozliq rivoyatlardan naql keltirib mundoq degan: Cho'ng ko'chishdan keyin Sharqiy Turkistonda qolib qolgan aholilar jami 19 qabila bo'lib, 10 cho'ng daryo atrofida o'ltiraqlashganlari 10 Uyg'ur. Ularning hukmdori Iltabir deb atalgan. Ulardan 9 cho'ng daryo bo'yida o'ltiraqlashganlari 9 Uyg'ur. Rahbari Köl Erkin deb atalgan. Aradan necha yüz yillar o'tgandan keyin 10 Uyg'ur bilan 9 Uyg'ur birlashib bir davlat bo'lgan va Uyg'ur deb atalgan. Bularni tunji bo'lib birlashtirgan kishi Qaraxon deb atalgan bo'lib, u vaqt hozirgi zamonimizdan, ya'ni asar yozilgan 1895-yillardan 4895 yil burunqi chaqlar edi. Demak, Uyg'urlar buningdan 5000 yil ilgirla Sharqiy Turkistondagi 19 cho'ng daryo vodisida yashaydigan 19 qabilani Uyg'ur nomida birlashtirib, tunji qudratlik Uyg'ur davlatini qurib chiqqan. Chunki Murat Efendi'dan sal burun o'tgan Uyg'ur olimi Molla Ismatulloh Mo'jizi 1855-yili o'zi yezib bitirgan Muzikantlar tarixi nomli asrda Qashqar, Xotan va Yarkan xalqi bu joyda yashab kelgili 5855 yil bo'ldi deb kesib etish orqali milodidan 4000 yil burunla Uyg'ur millatining Tarim vodisida mavjud ekanligini ko'rsatgan. Ani shu davrda Uyg'urlarning bir qismi bo'lgan qadimgi zamon tarixida Sumerlar deb atalgan xalq O'rta Osiyodan G'arbiy Osiyoga ko'chib, hozirgi Iroq tavasidagi ikki daryo vodisida yuksak va shonliq olamshumul madaniyat yaratgan edi.